Bugungi videomizda DLC o'yinini o'ynaymiz. To'xtanglar, yaxshisi baland qilib DLC o'ynaymiz. Bunaqani bilasan-ku. Men qaysi biriman desanglar, O'zbekistonman. Mana bu O'zbekistonman. Hop, qani o'yinni boshladik. Bu o'yinda kim yutadi ekan? Qani va boshlandi. Men unaqalarni ko'rishni xohlamayman, lekin mana bitta ko'raman. O'zimnikini ko'raman chunki. Hop, men boshlab beraman ekan va voy, Bappega pas berishim kerak edi. Balingim deydi. Pas kimga pas? O'zim beraman. Dembele bormidi menda Husanov. Sekin orqaga, sekin faqat. Sekin gol bo'ladi degan umiddaman men. Hop. Mana chiste gol. Mbappedan gol mana. Mbappechadan gol bo'ldi. Toshbaqachadan gol. Chiste haqiqiy gol bo'ldi mana qaranglar. Olib qo'yib mana. Shuni olib qo'ydim-da. 9 ga bilmayman. Kommentariyga yozib ketinglar. Bu 9 ga hisoblanadimi yoki hisoblanmaydimi? Shuni ham yozib ketinglar kommentariyaga. DLC o'ynamoqchi bo'lganlar davay. O'ynaymiz sizlar bilan. O'ynaymiz. Kommentga yozsanglar. Lekin qanday voy. Nima bo'ldi hozir? Ko'rmay qoldim. Juda ajoyib zarba. Mayli, lekin ba'da noaniq zarba bo'ldi. Va bitta kallada, lekin kallada afsuski u zarba yetib bormadi. Yana bitta kallada yana bitta. Yo'la olmadi. Hop, endi nima qilaman? Hop. O'yin boshlamoqda. Meni varatolisim Alisonmi? Alison yana bir marta. Men sizlarga bitta narsani aytay. Men futbolni tushunmayman, lekin necha marta aytdim shu gapni. Lekin futbol o'ynab turaman. Bitta qoida bormi? Men kecha DLC o'ynayapman. DLC o'ynayotganda to'p tepdim, pas berdim. Pas udar berganimda ana studiyaning orqasiga tegib qoldi. Pas berganim sherigimga yetib bormadi. Keyin ashitdan bitta oq chiziq chizib berdim, ashitdan boshlab ketdim. Shunaqa qilib beradimi o'yinda? Shuni ham kommentariyga yozib ketinglar. Kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hop, bu ana half time. Va endi mana esa ikkinchi taym ham boshlanmoqda. Ikkinchi taymni mana ular boshlab berdi. Va 30 daqiqa yaqin bo'lamiz chunki ular juda skam. Hop, bormoqda. Va Bag'dan Husanov. Bitta gol, mana gol. Bulardan yana bitta gol. Endi revansh qilmasam bo'lmaydi. Hop. Bitta minalda bitta pas beramiz va pas yo'llanmoqda. Bappe. Voy. Shuni dilisida shu tepolmayman-da, menman-da mana shuga. Shu tepolmayman dilisida do'stlar. Uncha o'ynashni bilmayman, lekin sizlar bilan albatta o'ynayman. Davay o'ynaylik desanglar, davay. Video qilib chiqaman, rozi bo'lsizlar. Albatta video qilib chiqaman. O'ynaganlarimizni hammasini video qilib chiqaman, switch olib. Hop. Endi esa mana bu yerdan chiqib kelmoqda va Husanov ololmadi. Shu. Voy, nima bo'ldi bilmadim, tushunmay qoldim va Alisson. Bu juda zo'r varatalis ekan. Bu akkaunt meniki. Yaqinda olganman. Yaqinda oldim shu akkauntni. Lekin juda zo'r akkaunt ekan. Biz
bizga qizil bilan bunga qizil bermoqda. Meni boya choldi shuncha. Bappeni choldi. Muhammad Saloh Bappeni o'rniga kirdi. Hop, endi bizga aunt chiqarib bermoqdamiz va auntda kallaga qo'ymoqdamiz. Yo'q endi. Mana Marmush va Marmush. Ana yerda Marmush degan o'yinchi ham bor. Mayli. Bitta hech kim yo'q o'rtada. Yaxshi, men qo'rqib ketdim. Partanimiz chiqib kelaveradi. Nimaga shunaqa chiqib keladigan, o'chirib qo'yadigan narsa yo'qmi? Shuni bilmayman. Oy, hozir do'stlar. Va mana 50% 88-daqiqa. No extra time ham qo'shib beradimi yoki yo'qmi? Extra time qo'shmaydi. Uraman deb o'ylagan. Mana Marmush. Shunaqa deyiladimi? Men bilmayman. Ana. Hop, endi esa va mana shu yerda olib qo'yganimda zo'r bo'lar edi. Bitta orqaga, bitta. Qanday gol shetdan gol va extra time tugadi. Va mana extra time deyiladi. Extra time o'yin olib borilmoqda. Agar 0-0 bo'lsa, hozir penalti bo'lmadan penaltini o'shin tepishni bilmayman. Qanday tepiladi bilmayman, lekin faqat o'ziga tepaman-da. Boshqa joyga tepsam, uzoq joyga tepganimda o'yinni eng burchak tarafga tepib qo'yaman. Shunda gol bo'lmaydi. Faqat o'ziga. Boshqa hech qayerga tepmayman. Sizlarga bitta gap aytmoqchiman. Dilisidan boshqa F.Boy FIFAni nima F o'ynamayman. Shuni ham kommentariyaga yozib ketishinglarni unutmanglar. Va mana pas shunga berib bo'ldi, lekin bizni o'tib berdilar. 90 va extra time. Va endi esa extra time o'ynaymiz. Bu nima? Hozir 105 daqiqa jo'nadi. Bu nima deyiladi, uni ham bilmayman. Endi esa 120 daqiqacha o'ynaymiz ekan, ko'ramiz kim gol uradigan yo gol urolmaydi. Lekin ba'dan gol urishi noaniq edi. Noaniq. Juda gol urishi ehtimol katta edi, chunki bizning variantamiz chiqib kelgandi. Uni yopish kerak. Va ba'dan kim chiqarib bermoqda? Va yaxshi, lekin juda ajoyib uzatma bo'ldi. Va endi esa hozir qanday bu bitta gol bo'lardi hozir shu yerda. Lekin noaniq zarba bo'ldi, noaniqcha. Hop, endi voy, Bellinghamdan olib qo'yildi va extra time tugadi va bizda penaltilar seriyasi. Mana qaranglar. O'ziga tepaman, boshqa joyga tepolmayman, chunki men gol mana. Luis Diazmi kim? Endi variantida baqa. Yaxshi qaytardim. Hozir bizda zo'rroq. Endi o'ziga yana qattiq tepamiz. Bellinghamdan ajoyib zarba va noaniq zarba. Penalti seriyasi. Yaxshi. Ularda ikkita mana. Endi yana bitta o'ziga tepamiz. Yaxshi bo'ldi, biz yutdik. Biz yutdik. Baqa. Yaxshi. Endi o'ziga tepmaymiz. Voy, nimaga? Yaxshi. Bizda ushlab olindi va biz yutdik. Voy, ko'ryapsizlarmi, shunaqa tepolmayman, shuncha faqat o'zim tepaman. Nima bo'ldi hozir? Bittadan tepishamiz, ha. Bildim bu o'yinda kecha o'ynaganda. Voy, agar yutqizsa. Do'stlar, sizlarga kattakon rahmat. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.
shuncha o'ynab yutqazib o'tiribman. Ekstra taymni yutqazib o'tirdim. Sizlardan uzr so'rayman. Keyingi videoda albatta yutishga harakat qilaman. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.